Hozirda amaliyotda ko'p uchraydigan masala bu chet davlatdan olingan kredit qarzdorligi bo'yicha vujudga keladigan muammoni O'zbekistonda amalda bo'lishini, ya'ni Rossiya hududidan olingan kredit bo'yicha O'zbekistonda undiruv harakatlari amalga oshirilishi mumkinligi to'g'risida huquqiy tahlil olib boramiz. Murojaatchilardan keladigan savol, ya'ni men Rossiyadan kredit olganman va ma'lum bir sabablarga ko'ra bu kredit to'lovlarini, kredit qarzdorliklarini to'la olmadim. Hozir O'zbekiston hududidaman, menga pochtadan xabar keldi. Bu bo'yicha o'sha kredit qarzdorligi, vujudga kelgan kredit qarzdorligini to'lashim to'g'risida ogohlantirish xat keldi. Endi men shu qarzdorlikni to'lamasam menga nisbatan chora ko'rilmaydimi? Men O'zbekiston hududidaman-ku, kreditni Rossiyadan olganman degan savollar bilan yuzlanishadi. O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik protsessual kodeksining 364-moddasiga ko'ra, chet davlat tomonidan, ya'ni Rossiya Federatsiyasi tomonidan chiqarilgan qarzni undirish to'g'risidagi qaror O'zbekistonda ham amal qiladi, ya'ni ijro xati bo'yicha undiruv harakatlarini amalga oshirishga vakolatli. Undan tashqari, O'zbekiston va Rossiya Federatsiyasi o'rtasida imzolangan xalqaro shartnomalar, fuqarolik ishlari bo'yicha huquqiy yordam ko'rsatish to'g'risidagi konvensiyalar, misol uchun 1993-yildagi Minsk konvensiyasi asos bo'ladi. Unga ko'ra chet davlat tomonidan chiqarilgan, sudlar tomonidan chiqarilgan hal qilib qarorini ijrosi O'zbekiston Respublikasi tomonidan amalda ijro etilishi kerakligi belgilangan. Bunga ko'ra, agar vujudga kelgan qarzdorlik ixtiyoriy ravishda to'lanmaydigan bo'lsa, O'zbekistonda bo'lgan taqdiringizda ham, ya'ni O'zbekiston hududida bo'lsa ham, qarzdor O'zbekiston hududida bo'lsa ham, uni mol-mulkiga nisbatan taqiq qo'yiladi, bank hisob varaqlariga taqiq qo'yiladi, chetga chiqishiga taqiq o'rnatilishi mumkin. Qisqasi, vujudga kelgan qarzdorlikni ixtiyoriy bartaraf etilmaydigan bo'lsa, undiruv harakatlari O'zbekiston Majburiy ijro byurosi davlat ijrochilari tomonidan majburiy tartibda amalga oshiriladi. Shu va shunga o'xshash masalalar bo'yicha professional advokatlik va yuridik xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqishingiz mumkin.